Ishonch do'konlar tarmog'i 120 dan ortiq do'konlari bor ekan va bugun Qo'shtepada ochilmoqda. Sizlarga qullub bo'lsin Ishonch. Ishonch ochilish marosimida yaxshi kayfiyat bilan ketish kerak, sog'lom bilan ketish kerak. Mana bugun Qo'shtepa aholisi Ishonch savdo do'konini ochilish marosimiga qatnashdik. Sovg'alar oldik. Juda ham cho'ntakbop, arzon narxlarda va qulay bo'lib to'lash imkoniyatlari bor ekan. Alloh rozi bo'lsin. Hamisha yaxshilik bo'lsin. Voy valandik, bas xolaga bering, ikkita sovg'a bering. Qo'shtepa ishonch muborak bo'lsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.